Assalomu alaykum azizlar. Kuninglar xayrli va barakatli boshlanmoqdan. Qaranglar, bu sizlar sotib olmoqchi bo'lgan uylardan bo'layapti. Mana shunday qilib o'chirasizlar. 5 qavatlilar birinchi etajdan. Avval ham bu uyimizni syomka qilganmiz. Boshlang'ich to'lovi avvalgi marotaba chiqarganimizda 245 million edi. Hozir egalariga srochniy pul zarur 205 millionga tushdi. Ulgurib qolasizlar. Biz turgan joy oshxonasi edi. Yangi kuxonli mebel hammasi qilingan. Birma-bir tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Termiz shahar sohilda, Beshkapa, Manguzar masjid orqasidagi yo'lning chetida 5 qavatli birinchi etajda bo'lmoqda. Tashqi eshikdan kirganda koridor va sanuzul alohida. Keling. Unitazlar hammasi rakvina, barchasi yangidan qo'yilgan. Ulgurib qolasizlar. Tashqi eshikdan to'g'ri kirganimizda spalni xona. Keling. Spalni mebellar hammasi komplekt qo'yilgan, kirib yashashga tayyor. Remont qilingandan so'ng hech kim yashamagan, qadam ranjida etilmagan, sizlar birinchilardan kelib yashaysizlar va katta mehmonxonamiz bilan tanishtiraman. Katta mehmonxonada katta lustra, katta televizorlar qo'yilgan. LED bilan remont qilingan. Eganing qo'liga 205 million so'm, bankda qarz 252 million so'm, oyiga 2 million 300 dan chiqmoqda. G'ishli uylardan gaz va suv aslamom yo'q, subsidiyalar. 3 yil, 4 yil to'langan 2 million 300 dan chiqadi. Bog'lanish uchun nomer pastda chiqadi. Nima savollar bo'lsa, tezda aloqa qilinglar.